Tasavvur qiling, siz biror narsa haqida bilasiz, lekin u haqda gapirish mumkin emas, chunki bu ma'lumot juda kuchli, juda xavfli va juda nozik. Harbiy mutaxassislar aynan shunday mavzularni ochiq tilga olmaydi. Ular jim turadi, yuzlarida sokinlik, lekin ichida butun strategiyalar yonib turadi, chunki ba'zi texnologiyalar bor, ular haqida ommaga aytilsa dunyo boshqacha harakat qila boshlaydi. Bugun siz bilan aynan shunday mavzu haqida gaplashamiz. Harbiy mutaxassislar ochiq gapirmaydigan, lekin har bir qaror ortida yashirinib yotgan haqiqat haqida. Bu urush haqidagi oddiy hikoya emas, bu qurollar shovqin solmaydigan raketalar, ovozsiz uchadigan tizimlar va birgina signal bilan butun yo'nalishni o'zgartirib yuboradigan texnologiyalar haqida. Ko'pchilik urushni portlashlar bilan tasavvur qiladi, lekin zamonaviy urush portlashdan oldin yutib qo'yiladi. Raketalar osmonda ko'rinmasdan harakatlanadi, maqsad tanlanadi va qaror allaqachon qabul qilingan bo'ladi. Inson faqat kuzatuvchi bo'lib qoladi. Harbiy mutaxassislar buni biladi, shuning uchun ular kameralar oldida jim, chunki bu texnologiya haqida gapirish bu uni fosh qilish bilan barobar. Jimlik esa eng kuchli himoya. Zamonaviy raketalar endi faqat tezlik emas, ular fikrlaydi, ular vaziyatni tahlil qiladi va o'z yo'nalishini mustaqil o'zgartira oladi. Bu oddiy mexanika emas, bu murakkab hisoblash, bu sun'iy aql bilan uyg'unlashgan halokatli aniqlik. Biror davlat bu darajaga yetganini oshkor qilmaydi, chunki bu zaiflik emas, ustunlik. Harbiy mutaxassislar esa aynan shu ustunlikni saqlash uchun gapirmaydi. Tasavvur qiling, raketa uchirildi, lekin u qayerga ketayotganini hech kim bilmaydi. Radarlar jim, kuzatuv tizimlari chalg'igan. Bu texnologiya jim ishlaydi, shuning uchun eng xavflisi hisoblanadi. Avvallari raketa uchsa hamma bilardi, endi esa faqat natija ko'rinadi va bu natija ko'pincha kech bo'ladi. Harbiy mutaxassislar bu haqida ochiq gapirmaydi, chunki bu texnologiya muvozanatni buzadi. Kimda bo'lsa u urushni boshlamasdan yutadi. Bugungi kunda eng katta jang maydoni osmon emas, yer osti ham emas. Bu ma'lumotlar maydoni, raketaga berilgan signal, qayerdan kelgani, qaysi manbadan boshqarilgani eng katta sir. Mutaxassislar biladi, agar bu tizimlar ommaga oshkor bo'lsa, qarshi tomon ham tezda moslashadi. Shuning uchun jimlik strategiyaning bir qismi. Bu raketalar faqat nishonni yo'q qilmaydi, ular ishonchni yo'q qiladi. Qarshi tomon har bir harakatdan shubhalana boshlaydi va shubha urushdagi eng kuchli qurol. Bir tugma bosiladi, lekin u tugma qayerda ekanini hech kim bilmaydi, balki u ofisda, balki yer ostida, balki minglab kilometr uzoqda. Harbiy mutaxassislar bu texnologiyani nomi bilan chaqirmaydi, ular uni kod bilan ifodalaydi, chunki nom berilgan narsa savol tug'diradi, savol esa e'tiborni tortadi. Bu tizimlar sinovdan o'tkaziladi, lekin hech qachon to'liq namoyish etilmaydi. Namoyish qilingan kuch yo'qolgan ustunlik degani. Shu sababli siz ba'zan yangiliklarda faqat qisqa xabarlarni ko'rasiz. Aniqlanmagan obyekt, noma'lum texnologiya, tasdiqlanmagan ma'lumotlar, bularning barchasi jim ishlayotgan tizimlarning soyasi. Harbiy mutaxassislar uchun eng muhim narsa bu oldindan ko'rish. Raketalar endi reaksiya emas, oldindan hisoblangan qaror. Dunyo xaritasida ba'zi nuqtalar bor, ular tinch ko'rinadi, lekin u yerda jim tizimlar doimiy ishlayapti. Bu texnologiya inson hissiyotiga tayanmaydi, u charchamaydi, ikkilanmaydi va kechikmaydi. Mutaxassislar biladi, agar bu tizimlar faollashsa qarshi tomonda vaqt bo'lmaydi, shuning uchun ular bu haqda baland ovozda gapirmaydi. Har bir jimlik ortida signal bor, har bir sukunat ortida hisob bor. Urush endi boshlanmaydi, u ishga tushiriladi. Oddiy odam uchun bu tushunarsiz, lekin harbiy mutaxassis uchun bu kundalik reallik. Ular biladi, lekin aytmaydi, chunki ba'zi haqiqatlar oshkor qilinsa himoya zaiflashadi. Shu sababli bu texnologiyalar haqida faqat taxminlar yuradi, lekin aniq javoblar yo'q. Va aynan shu noaniqlik eng katta qo'rquvni tug'diradi. Harbiy mutaxassislar jim, chunki jimlik ba'zan eng baland signal. Agar siz bugun urush qanday kechayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, portlashlarga emas, sukunatga qarang. Chunki eng xavfli texnologiyalar shovqin qilmaydi. Va harbiy mutaxassislar aynan shuni hammadan yaxshi biladi.